border style. Yani köznekninki sırtqı şeklini belgileş üçün işildi. Yani girveklerinin şekillerini. Mavzu stonu bağımı yok. Çoğun qilish, kichik qilish knopkalari bağımı yok. Çoğaytib kichikiltishga bulandı yok. Yani razmırını xalğancha o'zgartirishga bulandı yok. Degandek xosliqlarni belgilesh üçün işildi. Qimmati 0 dan boshlab 5gacha jami 6 xil qimmat oladi. Har bir xil qimmatning o'z oldiga ayrim shakllari va bizning ko'proq ishlatilganlarimizdan, ya'ni yo'q qilib o'tib o'zimiz mavzu stoni belgilaydigan. Yoki bo'lmasa bu mavzu stonini qo'ysak, ko'pincha ahvolda shu ikki hem cho'ngaytib kichiklatgan bo'lgan, hem barliq knopkalar bor normal holatini ko'p ishlatamiz. Border style degan mushxaslikning boshqa qimmatlarining o'z oldiga ayrim alohidalik bor. Yani ba'zilari razmerini cheklab qo'ydi, yani cho'ngaytish kichiklatishni muqim qiliblan bekitib o'tadi. Masalan, qimmatni 3 qilib qo'yib, programni qo'zg'atgandan keyin ma'ni eklab ma'bujekdan cho'ngaytolmayman. Shundaq har xil, yani jami 6 xil xosliq belgilab bergan. Bu 6 xil xosliqni o'zingizlar tafsil bir ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Faqat mush girvekning shaklini o'zgartirdi. Bu o'rindagi 3 knopkani, mavzu stonni, cho'risidagi girvekni, ya'ni razmerini cho'ng kichik qilib bo'lish bo'lmasligi degandek mushxil ixtiyorlarni o'zgartirish uchun ishlatildi. Border style, girvekning shakli. Caption, border style'ni qo'yib dedim. Caption, bu mavzu stoniga o'zgartirish yapardi. Masalan, men mundaq o'zgartirish versam, muxtar deb yozsam mavzu stoniga chiqadi-ku. Caption. Masalan, o'tgankidek soat chiqarmoqchi bo'lsak, time'ni ilib, interval degan xosliqni mingga tengshab, maninga, ya'ni timer hodisasiga forum 1ning captioni deganim teng daqsam ulash belgisining oldiga yozganimiz chisla chiqaradigan funksiya. Ma'vosa soat chiqaradigan funksiya. Chisla bilan soat o'xshamaydi-ku. Har ikkisi vaqtga munosabatlik, biroq o'xshamaydi. 2011-yil 2-oyning 6-kuni soat 12 dan 6 minut 39 sekund o'tgan vaqt deydi. Shundami? Mana bunda ko'rsatib demoqchi. Clip control. Bu bir xil qaytisiz iqtidori bilan ta'minlaydigan xosliq. Bu shu sizish jihatda ko'p ishlatildi. Masalan, Windows rasm sizish taxtasida bu avtomatik sizish bilan avtomatik qayta sizish bilan shu kesik rayini hosil qilishga munosabatlik ikki xil xosliq o'rtaq ishlatildi. Biz shundan qarta bir oddiy misol ishlab baqayli. Ko'znakni qo'shib kelib, hadis tanlash o'rnidan sizish, yani point degan hadisini tanladim. Hadisini tanlab bo'lib, men bu shayga orqa ko'rinish rangini o'zgartirgan bir program yozay. Orqa ko'rinish rangiga 16 lik son sistemasi bo'yicha rang qimmatini ifodalaydigan bir xil usulimiz bor. Shuning bilan rang berdim. FF 00 yani 20. Ondan ixtiyoriy son paydo qilgan bir funksiya orqali men bu rangni ixtiyoriy rang holatiga xohlagancha o'zgartirgan rang shakliga belgilab qo'ydim. Men programni qo'zg'atay. Qo'zg'atgandan keyin qarsam, hozir rang bir xil shakl o'zgarish holatida oq ko'rinishning rangi o'zgardi. Endi men mana bundaq tatib boqaman. Har bir bo'lak bir xil rang shaklda o'zgaryapti. Har bir bo'lak bir xil rang shaklda. Sababi maninki clip control qimmatini yolg'on qilib belgilab qo'ygan. Agar buning qimmati rost bo'lsa, navbatga butun obyekt qarta rang o'zgartirish yap bordi. Butun obyekt qarta. Agar buning qimmati yolg'on bo'lsa, u holda oldingi tanlangan rayondan keyingi tanlangan rayonni kesik shaklda ajratib o'tadi. O'zgartib o'tilganmi? Maningda mobilak ayrim, maningda mobilak ayrim. Shunday kesib ajratib o'tgandek shaklda o'zgartib turdi. Mana bu clip controlning roli.